Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar ən mühim xəbərlərini huzurunuzga sunumuz. Qənəmizdə xətalar ekranımız olsun. Xitoy xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga zo'r kuch sarf qilmoqda. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaroda o'xshamagan darajada ayblanayotgan bir paytda Xitoy rejimi saxta maydon yasab chet ellik ziyoratchilarni taklif qilishni ko'paytmoqda va bu vosita orqali xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yab jinoyatidan o'zini qochirishga urinmoqda. Tayland muavin bosh ministri va mudofaa ministri Phumtham Wechayachai, adliya ministri Tavi Sodusong va bir qism harbiy amaldorlar o'tgan oyda Xitoyga topshirib berilgan Uyg'urlarning ahvolini ko'zlash uchun 18 mart Sharq Turkistonga borgan bo'lib, Xitoy amaldorlari buni saxta tashviqotlarni bozorga selish fursati qilgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog Do'rining xabar qilishicha, 19 mart atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Xiongruy Tayland amaldorlarini kutib olgan. Ko'rishda Ma Xiongruy ziyoratchilarga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini, tarix, millat, din, iqtisod, jamiyat ahvoliga aloqador yolg'on bayonlar bilan tanishtirgan. U so'zida biz xalqning yashash huquqi, taraqqiyot huquqini eng muhim asosiy kishilik huquq qilib, Xinjiangdagi har millat xalqning iqtisod, jamiyat, madaniyat va fuqarolik huquqi ham siyosiy huquqdan to'liq bahramand bo'lishini qonun bo'yicha kafolatlantirib, fuqarolarning qonunli huquq manfaatini butun kuchimiz bilan qo'g'didik deb bildirgan. U yana Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakka selish qatorliqlarning mavjud emasligi, Amerika qatorliq g'arb ellarining fitna ig'vo to'qib, Xitoyning taraqqiyotini to'sishga uringanligi haqida jar solgan. Xabarda aytilishicha, Phumtham Wechayachai Tayland bilan Xitoyning yaxshi qo'shni, yaxshi qarindosh do'stlardan ekanligi, bu qitimliq ziyoratda xalqning baxtli yashayotganligini ko'rganligi, Xitoyning Sharq Turkistonni boshqarish tajribalarini o'rnak qilishni umid qilganligi haqida jar solgan. Tayland amaldorlari Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish jinoyatini oqlash uchun o'rinlashtirgan bu qitimliq ziyoratda butunlay Xitoyga moslashib, qaytarilgan Uyg'urlarning xushal, xotirjam yashayotganligini, qiyin-qistoq bostirishning mavjud emasligini da'vo qilgan edi. Turkiya televiziya programmasida Sharq Turkistondagi zulm tunishtirildi. Turkiyaning davlat televiziya kanali TRT1da har yili Ramazon oyida o'tkazilib kelayotgan Qur'oni Karimni go'zal tilovat qilish musobaqasida Uyg'ur qari Yusuf Qashqari bu haftaning birinchiligiga erishdi va shundaqla Sharq Turkistondagi diniy bostirishni qisqacha tunishtirdi. U tilovatni boshlashdan burun riyosatchining savoliga javob berib, Xitoyning Sharq Turkistondagi diniy bostirish jinoyatini, jumladan turli ibodat va diniy ta'lim-tarbiyaning cheklanganligini, Misrdan qaytgan Uyg'ur o'quvchilarining turmaga tashlanganligini, o'zining 10 yilga yaqin vaqtdan buyon oilasidagilar bilan aloqasi uzilganligini bildirdi. Uning javobini anglagan riyosatchi va baholag'uvchilar qayg'uli sukutga cho'mdi. Mazkur programma 9 yildan buyon har yili Ramazon oyida tarqatilib kelmoqda. Bu yillik Qur'oni Karimni go'zal tilovat qilish musobaqasida Uyg'ur qari Yusuf Qashqari go'zal tilovati bilan haftalik aylanmaning birinchisi bo'lib, muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida xursand qildi. Amerika ovozi xodimlari Trump kabineti ustidan ariz sundi. Amerika ovozining 6 muxbiri Trump kabinetining Amerika xarajat ajratgan organni taqig'anligini qonunsiz va asosiy qonunga xilof deb ariz sundi. NPR'ning xabar qilishicha, Amerika ovozi muxbirlari 21 mart Trump kabineti va Amerika yer shari media agentligining mas'uli Kari Lake ustidan ariz sunib, bu qilmishning fikr erkinligi huquqini dafsanda qilganlik va Amerika parlamentining federativ moliya huquqiga bo'lgan kontrolligini tortib olganlik bo'ladiganligini ilgari surgan. Asosliq da'vogarlar Amerika ovozining bir qism mas'ullari va muxbirlarini, shundaqla Amerika yer shari media agentligining bir xodimini o'z ichiga oldi ekan. Amerika ovozi o'tgan hafta 900 dan ortiq muqim xizmatchisini muddatsiz dam olishga qo'yib bergan bo'lib, 550 to'xtamli xizmatchini ishdan bo'shatgan. Amerika yer shari media agentligining ko'p qism xodimlarimi muddatsiz dam olishga qo'yib berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika ovozining faqat oz sondagi muxbirlari Amerikada mashhur bo'lib, navbatda bu organning Amerikadagi tarqatish mulozimati cheklangan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika ovozidan ilgari Erkin Yevropa radiosi Amerika yer shari media agentligining mas'uli Kari Lake va Trump kabineti ustidan ariz sungan. Yaponiya Xitoyga Tayvan to'g'risida signal berdi.
Yaponiya Xitoyga Tayvan bo'g'oziga hujum qilishning ig'ir badali to'g'risida kuchli signal berdi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasining 22 mart xabar qilishicha, Yaponiya 2026 yili 3-oygacha g'arbiy janubiy qismdagi Kyushu oralig'iga yiroq masofalik boshqariladigan bombalarni joylashtirishni planlagan. Buningdagi maqsadi Shimoliy Koreya va Xitoyning mumkin bo'lgan tahdidlariga, bo'libmi Tayvan bo'g'oziga qaratilgan tahdidlarga qarshi qaytirma zarba berish iqtidorini kuchaytirish ekan. Yangilangan qirg'oqdan paraxodga etiladigan 12 tiplik boshqariladigan bombaning etish masofasi 1000 kilometrga yetadigan bo'lib, Shimoliy Koreya va Xitoyning dengiz bo'yidagi nishonlarga zarba bera oladi ekan. Tahlilchilarning qarashicha, bu qadamning maqsadi Xitoyning bu rayondagi harbiy harakatlarni to'sish va Yaponiyaning o'zining mudofaa mas'uliyatiga ahamiyat berayotganligini Amerikaga yetkazish ekan. Bu qatimqi o'rinlashtirish Xitoy dengiz armiyasining faoliyatlari va Tayvan atrofidagi harbiy manevrining ko'payishi ostida Yaponiyaning bexatarlik pozitsiyasini kuchaytirish strategiyasining bir qismi ekan. Buningdan tashqari, Yaponiya g'arbiy janubiy taqim orollarida mudofaa iqtidorini kuchaytirayotgan bo'lib, harbiy harakatlarda xato tushunishning oldini olish uchun Amerika va Janubiy Koreya bilan moslashishni yaxshilamoqchi bo'lgan. Yaponiyaning boshqariladigan bomba o'rinlashtirishi uning Xitoy va Shimoliy Koreyadan kelayotgan, kuchayayotgan tahdidlarga bo'lgan inkosini aks ettirib, rayonlik bexatarlikni saqlashdagi muhim rolini ta'kidlagan. Trump Elon Musk'ga Xitoyga qarshi urush plani haqida ma'lumot berilmaganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump davlat mudofaa ministrligi yig'inida Elon Musk'ga Xitoyga qarshi urush plani haqida ma'lumot berilmaganligini bildirdi. CNN kanalining 22 mart xabar qilishicha, prezident Trump SpaceX va Tesla shirkatlarining xo'jayini Trumpning qo'llovchisi Elon Musk'ga davlat mudofaa ministrligida ochilgan yig'inda Xitoy bilan Amerika o'rtasida yuz berishi mumkin bo'lgan urushga qarshi Amerikaning harbiy planlari haqida ma'lumot berganligi to'g'risidagi xabarlarni rad qilgan. Trump bundaq planlarni hech kimga, bo'libmi Elon Musk qatorliq Xitoyda manfaati bor savdogarlarga o'rtoqlashmaydiganligini ta'kidlab, bu xabarlarni soxta xabar deb atagan. Xabarda qayd qilinishicha, Elon Musk Trump hukumatida alohida vazifaga erishgan bir amaldor bo'lish sifati bilan eng yuqori darajalik maxfiyatlik ruxsatiga ega ekan. U mudofaa ministri Pete Hegseth bilan 1 soatdan ortiq suhbatlashgan bo'lib, mudofaa ministrligi yig'in mazmuni to'g'risidagi farazlarni rad qilgan. Yevropa Ittifoqining Tayvan bilan mudofaa hamkorligini kuchaytirishi kerakligi ta'kidlandi. Chex Jumhuriyatining muhim parlament a'zosi Yevropa Ittifoqining Tayvan bilan bo'lgan mudofaa ta'minot zanjirini kuchaytirish jihatda hamkorlik o'rnatishi kerakligini bildirdi. Nikkei Asiya to'rining 22 mart xabar qilishicha, Chex Jumhuriyatining diplomatiya, mudofaa va bexatarlik komitetining raisi Pavel Fischer Tayvanning Yevropaning mudofaa ta'minot zanjirini kuchaytirishda halqaliq rol o'ynaydiganligini bildirgan. U bo'libmi Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin dunyoviy bexatarlikdagi muqimsizlikning oydinlashganligini, Xitoyning Tayvan bilan bo'lgan munosabatni kontrol qilishiga hargiz yo'l qo'ymaslik kerakligini ta'kidlagan. Fischer yana Yevropa Ittifoqi bilan Tayvan o'rtasidagi sheriklik munosabatini, bo'libmi mudofaa sohasidagi munosabatni kuchaytirishga chaqirib, uchquchsiz havo apparati qatorliq ilg'or texnikalardagi hamkorlikni kuchaytirish uchun mablag' selish kelishimiga imzo qo'yishni tavsiya qilgan. U so'zida yana Tayvanning o'zak ishlab chiqarishdagi bilim tajribasining Yevropa davlatlariga muhim hamkorlik fursatlarini yoritadiganligini ko'rsatgan. U Yevropa Ittifoqining burun Rossiya va Xitoydan kelgan arzon manbalarga tayanganligini tanqid qilib, texmo bexatar ittifoqdoshlariga yuzlanishga chaqirgan. Mazkur parlament a'zosi Yevropa Ittifoqining Xitoyga yaqinlashishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirib, tashqi kontrollik va Yevropaning birligini buzishni maqsad qilgan psixikalik urushlarga qarata sagaklikni oshirishga chaqirgan va shundaqli dunyoviy vaziyatning o'zgarishiga agishib, hozir Yevropaning Tayvan bilan texmo zich aloqa o'rnatish, o'rtaq bexatarlik va chidamchanlikni kafolatlantirish vaqti kelganligini ta'kidlagan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.